Doktor yeyish suratga ketdi. Ketdi. Napoleonni bolaligidan uyg'otishayotganda turing janob sizni buyuk ishlar kutyapti deb uyg'otgan. Keyin rostdan katta bo'lib buyuk ishlar qilgan ekan. Bunaqa uyg'otishda biz kim bo'lardik ertaga? Kim? Stop. Bu to'g'ri ham jahli chiqmasa jahli chiqadi. Bitta jahli chiqib uchta odamni eshitganman. Xotini emas, qarindoshim emas, o'rtoq emas, Said Muxtorov bilan urushgandi. Tayyorlanamiz. Kamera motor. Senator. Qarab turibsizlar, ketdik. Gapirib turinglar. Ketdi so'zinglar. Bu qiz bizga yoqdi. Shu qizni kelin qilamiz. 2 yilgacha uylanishdan ozodsiz o'g'lim. Ana. Stop. Yes. Bering. Nima? Shundoq qiz qo'ldan chiqib ketmasin deb. Hazillashyapsizlarmi? Bo'ldi endi, keks uzatishmas ekan dedim-ku. Oq o'rab kelamiz. Hatto 2 yildan keyin qilaveramiz. Ana. Yo'q. Hech qanaqa manzil yo'q. Bo'ldi endi indamagan sari. Bu bola. Hay. Stop. Yaxshi. Bo'ldi. Anaqa suratga qo'yinglar. Hop. Bitta o'giriladi, shuni olamiz, keyin yo'q. Bu yoqda. Juda ham oliyjanobsiz. Voy qara o'g'lim, qizi manzilni onangga bergan. Ko'z kattalashsin. Qarang. Stop. Bor. Bor. Endi suratga qo'yinglar. Fokus joyida. Başı kolu dönüp koymadı mı? Shahrigan. Hozir mana uylanish xohlamayman degan syomka jarayonida o'tiribmiz. So'kib qo'yadigan bo'lsa so'kkangiz ham tushmaydi. Orada so'kmadi o'zi. Efekt koyuyorlar. Paradis. Va sekundiga qanchadir sekundga anaqa bo'ladi bu. Bo'ladi anu. Cho'zilib chiqadi, bo'lmay yura. Bo'l paparazzi bo'ladi. Bo'l kameradan bilmaydi sizga. Backstage. Yo'q taraf. Oluvchi. Nima bo'lyapti? Voy, o'tib ketdi. Qayting. Aha, endi menga qaratasiz. Stop. Zo'r, yaxshi. Istedi ekan. Boshida so'zim nima ekan? Aytib turasiz, aytib turing. Pullar ko'rib olishadimi? Aytib turasiz. Ko'rmasak ham yaxshi. Lekin bitta bo'lmaydi. Stedikamdan qolsa. Bo'lmasa nimaga oladi qo'liga shu bolaga? 1 ming. Nima? Bitta chek yo'q-ku. So'zingiz bor. Yozilib. Ichida. Ko'p bo'ladi. Yozib qo'ying. Malikani ularni birini Malikani onasi Sizlar birini xolasi qilib eshitib qo'yamiz. turasiz. Ularga hammasini yaxshilab o'rgatamiz. Seni onang va xolang kelishadi. Malikani Aqlingizga kelsin men. xolasi avvalgi yo'q hali qizimiz yo'q. Kelishdimi? Hayajonlanmanglar, qo'rqmanglar, hamma o'z joyiga keladi. Pulni hammasini birato'la bersangiz yaxshi bo'lardi. Maqsad menda pul olish. Xo'p, Yaqatsam. Aniq jinoyat emasmi? Jim o'tir, onsagina pul ishlab olamiz. Jinoyat emas, buncha pul. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshiroq. Ko'p ko'mlamaysiz mehmon? Malikani uyi shu yermi? Shu yer. Uydamidi? Kechirasiz, kim bo'lasiz? Men kursdoshiman, Toshkentdan kelganman. Kursdoshi? Sizdan bittani so'rasam maylimi? Mayli. Sinimiz shu Toshkentdan kelgandan beri xonasiga kirib yig'laveradi shu. Qaysi biroz xafa qilgan ekan? Bilmaysizmi? Sen o'sha. Sizmi?
Sen. Maqara. Naqara. Sinimizni xabaga otbet mana o ekan. Hasan to'xtab turish, mol kelsa xabar berish. Bormi? Yaxshi. Yaxshi. Hozir telefon ursam bo'ladi. Lekin anikan topganim yetmagan gaplarni ham ko'rsam, olsam orqada odamlar yuribdi. Mayli hech narsa qilmaydi. Jolan. Surat aka, общий o'ngga surilamiz. Juda ham burchak bo'lib ketdinglar. Qarang, guldan bu yoqda ishlaysizlar, основной. Yo'lga o'tib ketmaymiz. Tayyorlanamiz. Yasarab eshikni yopmaysiz. Orqada qish kelib yurmasin. Tayyorlanamiz. Motor. Yes. Nachili. Yo'q. Yes. Ketdi. Yasar opa. Sinimizni xabaga mana o ekan. O'ldirish kerak buni aya. Menga qarab. Tekst beringlar, nima bu? Nachili. Malik yaxshimisan? Guldan borib berasiz qo'liga kesib. Yurak yutib chekyapsiz. Yomon bolaga o'xshamayapsiz. Lekin bunaqa ishlarni kattalardan ham qiladi. Kattalardan hech kim keladimi? Hozir bir minut. Yo'q, hozir meni gapimdan. Siz eshitishingizda, ya'ni men gapirayotganimda faqat men kaldim qo'ymaydi. O'shancha Shuni Solijon, oldingizga faqat pul so'rashga kelmadim. Qizingiz qo'lini so'rab keldi. Chunki undan boshqasi bilan ishlamaydi. O'g'lim, shu yergacha yurak yutib kelibsiz. Yomon yigitga o'xshamayapsiz. Lekin bunaqa ishlar hammasi kattalar bilan hal bo'ladi. Kattalardan hech kim kelmadi. Hozir bir minut. To'p. Katta raqam. Yo'q, tushunmovchilik bo'ldi-da. Voy, Malik yaxshimisan? Sendan uzr so'ragani keldim. Oyim ham tushunmay seni xafa qilib qo'yibdilar. Shu oyim afsuslanyaptilar. Ha. Ertasi kuni institutga bordim seni qidirib, gul olib, gul. Voy, gulim qanday? Xullas keyin vokzalga bordim seni qidirib. Militsiyalar kirgizmadi, ulardan qochib kirdim. Keyin endi seni topganimda to'k bilan urib yiqitishdi. Keyin qamab qo'yishdi. Ular bularni aytgani kelmadim. Keyin tushunib yetdim. Xolajon, oldingizga faqat uzr so'rashga kelmadim. Qizingizni qo'lini so'rab keldim. Akalarga qarang. Ha? Uyaling. Bundan boshqasiga uylanish xohlamayman. Yurak yutib shu yerga chekyapsiz o'g'lim. Yomon bolaga o'xshamayapsiz. Lekin bu ishlar hammasi kattalar bilan hal bo'ladi. Kattalardan hech kim kelmadimi? Ulardan bo'lsin. Hozir bir minut. Qarang u tarafga. To'p, boshdan. Bo'ldi, o'shdan chiqib kelavering. Nachili. Tushunmovchilik bo'ldi-da. Voy, Malik yaxshimisan? Sendan uzr so'ragani keldim. Oyim ham bilmasdan seni xafa qilib qo'yibdilar, ular ham afsusdalar. Keyin men ertasi kuni institutga bordim, sendan uzr so'rayman deb gul olib, gul. Voy, mana gul. Senga. Keyin vokzalga bordim seni qidirib, militsiyalar kirgizmadi, ulardan qochib kirdim. Endi seni topganimda to'k bilan to'xtatishdi. Keyin qamab qo'yishdi. Bularni aytgani kelganim yo'q. Xolajon, oldingizga faqat uzr so'rashga kelmadim. Qizingizni qo'lini so'rab keldim. Chunki tushunib yetdim. Bundan boshqa qilishni xohlamayman. Yurak yutib shu yerga chekyapsiz. Yomon bolaga o'xshamayapsiz. Bu ishlardan lekin kattalardan hech kim yo'qmi? Ularni Hozir. kelishdi, qarang ularga. Va alaykum. Chetga bo'lib, stop.
Kamera motor. Hamma tayyor tursin, nachili. Nachili. Oye, dada kiyuringlar. Assalomu alaykum. Ha, kadrdan chiqib ketdi. Kechirim so'ragani keldim. Qidirib bordim. Ko'k bilan to'xtashdi. Gul berishiga qaranglar endi. Kiraymi, kirmaymi? Yo'q, kirmay. Ol akalaring. Aha. Bo'ldi. Yana nimaga bordi aytsangiz? Top. Va red camera. Mas'ul qo'yaman albatta. Joyiga qaytib turishimi? Ha, joyida. Turganim o'shani mas'uldan ko'rdim. Bizda yo'q. Bizda faqat shu turganini Qiz chiqib kelishini ham mas'ulkasi yo'q hozir. Yo'qoldimi? O'zingizmi? O'zbek Malika. Malika Ibragimova. Ekanlik. Akajon, bir narsa cho'qilab tursangiz bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Shunaqa narsa olib keldi. Yana marajon ko'ringlar. Ya marojna. Yaxshi ekan. Bo'ldi, rahmat. Qudrat aka hozir yangar chiqdi. Yaxshi. Ham so'plardan chiqib o'tiringlar. O'zingga ham qo'y. So'plardan chiqib o'tiringlar. Xitoy. Sen qayoqdan bilasan? Qayoqdan bilasan? Menga aytdi hozir. O'g'lim bilan qanchalar O'g'lim bilan qanchadan tanishsiz? Kilometr. o'g'lim sizni xafa qilib bilaman. O'g'lim sizni xafa qilmayapti. Nima xafa qiladi? Ota-onangiz ish qiladi. Oysiz o'sha dadasi quruvchi. Sen jim tur. O'zingga ham qo'y. To'xta. Malika kursdoshlar bular oyim kilometr. Ya ne xafa qiladi? Ota-onangiz nima ish qilishadi? Oysiz kuchi dadasi quruvchi. Sen jim tur.
bo'ladi, trafikka ham ekonomik qilishadi-ku internetda. Yo'q, ham bu shoshib turibdi, bular shoshmayapti. Tempas. Man hozir hatto sraz javob bo'ldi. Keyin men bunaqa qilaman. Yugurib o'tib ketaman-da, qaytib kelib so'rayman. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Ikkinchi kurs Alimov aka qaysi xonada turadi? Ha. Xola, nasıl taqillatdim eshigini? Ichim ochmadi. Kalt bom ochib ko'raylik, tinchlikmi ish qilib? Tinchlik, bola, tinchlik. Xola, Adashmasam bo'lgan to'xta. kalitingiz bormi? Ochib ko'raylik, nimadir bo'lmagan bo'lsa. Voy tinchlik deyapman o'zanga. Chunki u xonada yo'q. Adashmasam vokzalga soat 10ga bilet olgan. Vokzalga? Uyga ketdi. Xayrlashib ketdi deb bolam. Ben sırası çiz gereği de Şimdi etmişsin hala ondara. Voy bolam ey, ha shuni etaman desam, ha yugurgilab chiqib ketding. Hop, qayerga ketdi, qachon ketdi? Adashmasam vokzalga ketdi, poyezdga soat 10ga chiqdi olganman degan. Poyezd vokzaldan jo'namay qayerdan jo'nayman? Poyezd taksimi xohlagan joyimda to'xtadi. Yana gapirmoqchi ketishdi. Poyezd taksimi xohlagan joyda. Xohlagan joydan yursa. Давай, tayyor. Nachilik. Şey. Adashmasam vokzalga ketdi. Chunki soat 10da poyezdga chipta olganman degan edi. Poyezd vokzaldan ketmay qayerdan ketadi bolam? Poyezd sanki taksimidi. Xohlagan joyidan ketadi. Yana gapim oxirigacha eshitmadi. Hozirgi yoshlar. To'p. Ana. Yo, hozir bizga bu kerakmi? Yoshi o'sha yerga spitsani churib qo'ydi. O'zim aytdim. Yana ketdi-da, kim Real mi Barsa? Yaxshi, yaxshi. Mayli aka. Xudo xohlasa kelsalar uyda akam. Sog' bo'ling akam. Ko'rdingizmi? Aytdim-ku, moto tutib o'tiribdi. Mayli, bir kun o'zi. Gap bilan urib qarab o'tirgan. to'g'ri.
Gapirib olib qarayotgan. Gazanga kelib qolmisiz? Usta okam. Mobil yuborsa okam. Uni alohida olamiz. Topganini qilib beramiz. Mashinaga o'tirib olavering. Bosdi. Bor. Albatta shu o'tdamiding. Hech qo'ymadi. Nega? Endi nima bo'ldi yana? Hammasi tamom. Men bu voqeani bir filmda ko'rganman. Bir bosh qahramon xotirasiga qo'ysa oxirida o'ladi. Hammamiz o'lamiz. Dальше. Bu narsa do'stim, bu narsa dedim. Xullas, yashda. Yordaming kerak. Eshit. Qodir. Aspartlarni. Ko'taramizmi? Ha. Hozirni joyi sonidagi. Hamma yo'lni gapirib qo'ygansiz. Ha, video olsam-ku deydi. O'shani qotasizlar yana.